Academy. Men Olimjon Abdurazzoq. Va do'stlar, bugun sizlar bilan ChatGPT ga kirish haqida qilamiz. Xo'p, o'tgan mavzularimizda biz 2 kun mobaynida sun'iy haqida gaplashib chiqdik. Ya'ni sun'iy nima? Sun'iy nima va nima bajaradi? Nima uchun kerak? Sun'iy ishlarni olib qo'yadimi? Har miflar va shunga o'xshagan gaplar haqida gaplashib chiqdik. Endi bugun sizlar bilan haqiqiy yozma ishlarni amalga oshiramiz. Endi mana biz sun'iychiliklar bilan ishlaymiz. ChatGPT bugungi mavzuyimiz. Xo'p, ChatGPT bu hozirda passiv bo'lib ketgan. Afsuski, passiv bo'lib ketganiga qaramasdan, o'sha birinchi chiqqan sun'iychilik sababli shu haqida gaplashib chiqamiz. Xo'p, hozirda men bu sun'iychilikdan uncha foydalanmayman. Chunki bir nechta sabablarga ko'ra bu sun'iychilikdan sekin chiqib ketganmiz. Bu haqida hozir o'zim batafsil mavzularni bo'lib chiqaman. Xo'p, bugungi mavzuyimiz bo'yicha o'zi bu ChatGPT ning qidiruv tizimi va deep searching, ya'ni mavzuning rejalash shundan iborat. Xo'p, birinchisi ChatGPT qidiruv tizimi va deep searching. Ikkinchisi ChatGPT to'g'ri prompt va to'g'ri savol berish yo'llari. ChatGPT qanday gaplashish kerak va qanday suhbat qurish kerak u bilan. ChatGPT ga to'g'ri prompt yozdirish sirlari va nimadir qilmaslik kerak va nimalardan foydalanish kerak. Nimalarga qarash kerak degan savollarga bugun javob berib chiqmoqchimiz va shu savollarni o'zimiz tuzdik va shu savollarga birin-ketin hammasiga to'xtalib chiqsak va shunga o'xshagan bir nechta qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qo'ysalar bo'ladi. Xo'p. Endi ChatGPT ning qidiruv tizimi va qidiruv tizimi haqida gaplashsak. Qidiruv tizimi ikki turga bo'linadi ChatGPT da. Birinchisi oddiy qidiruv tizimi va ikkinchisi kuchli qidiruv tizimi, ya'ni chuqur qidiruv tizimi, ya'ni oddiygina qidiruv tizimi, ya'ni search, oddiy searching and also, ya'ni hattoki deep searching kirib ketadi. Bu ikkalasi bir-biridan farqi nima? Bir-biridan farqi o'sha oddiy misol uchun beramiz. O'quv markazida ikkita o'quvchi mavjud. Birinchisi oddiygina o'quvchi, o'sha pulni to'lab qo'ygan, xolisi keladi, xohlamasa yo'q, darsini qilmaydi. Shunga o'xshagan o'quvchi hisoblanadi. Ya'ni prosta o'rganyapti, kelib ketyapti, xolos, bo'ldi. Shu bizda oddiy searching kirib ketadi. Endi deep searching qanday bo'ladigan bo'lsak, uning she'riga ikkinchi o'quvchimiz, bizning studentimiz endi yotib olib o'qiydigan. Misol uchun IELTS olmoqchiman, qanaqa ball olmoqchiman, kuchli ball olmoqchiman, qanaqa ishlatmoqchiman, kuchli ishlamoqchiman, o'zim ustimda ishlamoqchiman degan o'quvchi shu bizda endi deep searching deb turib aytiladi. Bu bir-biridan farqi. Oddiy qidiruv tizimida biz aytamizki, menga shu 2+2 hech narsa nima qilar ekanimni 2+2 deb turib tashab qo'yamiz, bo'ldi. 4 chiqarib beradim, 4 chiqarib beradi, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Shu bizda endi oddiy qidiruv tizimi bo'ladi. Lekin biz misol uchun to'g'ri yozadigan bo'lsak, misol uchun agarda matematikada 2+2 necha bo'ladi deydigan bo'lsak, shu endi bizda to'g'ri bo'ladi. Yoki misol uchun mana oddiygina qidiruv tizimida HTML, oddiy o'sha dasturlash tilida ham HTML necha turga kirib ketadi, hozirda nechinchi versiyasi bor deb turib to'g'ri front oddiy savol beradigan bo'lsak, misol uchun odamga u savol berishni tushunishi mumkin, lekin ChatGPT yoki boshqa AI bunday tushunmaydi. Xo'p, endi tushuntirishning qanday yo'li bor? Bu yerda birinchi oddiy qidiruv tizimida, misol uchun oddiygina meni savollar bor, yuzaki qidiruvchi. Menga web saytlarda o'rganish uchun reja yozib ber, oddiygina bo'ldi. Shuna deydi ko'pchilik. Yoki bundan ham 5 betar savollar beradi, oddiygina. Bu esa nima qiladi? Oddiygina searching deb turib, u uncha ahamiyat bermaydi va sizdan oldingi, misol uchun siz yangi chat ochgan bo'lsangiz ham, men undan oldingi chatlaringizni tarixini olib turib shunday qo'yib qo'ying. Va nima bo'ladi? Ikkita oldingi va hozirgi yangi tarixingiz bir-biriga qo'shilib ketib, reja buzilib ketish ehtimoli mavjud. O'shaning uchun bunday qilish tavsiya etilmaydi. O'sha birinchi avval eski narsangiz mavzuni yopib qo'yishingiz kerak, hamda keyin yangisiga o'tishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi ChatGPT da o'sha oddiy tepada savol berganimdek, o'sha veb saytda o'rganish uchun reja yozib ber. O'sha front-endda. Buni oddiy yozib beramiz. Qani, menga web saytni o'rganish rejasini tuzib ber deb turib oddiy savol berdik. Bu endi nima qiladi? Tavsiya beradi. Front-end developer bo'lishni xohlayotgan bo'lsang, reja shunchaki HTML o'rgan emas. To'liq tizimni bilishimiz kerak. Senga noldan professional darajaga aniq roadmap tuzib beraman deb turib aytdi.
Yana birinchi bosqichda asosan 2-3 haftada mahsulotning internetda qanday ishlashini tushunish, oddiy sayt yaratish. Bu ham bizda to'liq-qonli chiqarib beryapti. To'liq-qonli chiqarib beryapti. Xato emas. Shu savollarning javoblarini qaytarib beryapti. Endi asosan chuqurroq o'rganishni, tahlil qilishimiz kerak. Bir narsani aytish esimizdan chiqibdi. Mana bu oxirida so'zlar yozib qo'ygan. Kichkina harflar bilan. ChatGPT can make mistakes. Check important info deb yozib qo'ygan. ChatGPT ham xato qiladi. Iltimos deb turib aytmasa ham, lekin men iltimos qilib qo'yapman. Informatsiyalarni, ya'ni ma'lumotlaringizni tekshirib oling. Muhim ma'lumotlarni tekshirib oling. Bu bilan nima demoqchi? O'zi ishiga ishonyapti deyish yo'q. Ular ishonishyapti, lekin xato qilishiga ishonishyapti. Shuning uchun bu narsani ahamiyat berib qolyapti. Xo'p. Bizga mana roadmap tuzib berdi. Endi shuni biz oddiygina searching qildik. Endi buni biz qanday qilib deep searching chuqur tizimga aylantirsa bo'ladi. Buning uchun biz yozamiz. Men HTML va CSS yoki bizda mavzu bor, yangi qo'shilgan Tailwind CSS asoslarini o'rganmoqchiman. Bizda nima bo'ldi? Boshqacharoq bo'ldi promptimiz. Mana menga veb-saytni o'rganish uchun reja tuzib o'rganmoqchiman. Xo'p. Endi bundan tashqari JS, ya'ni JavaScriptni ham o'rganish niyatida yuribman. Shunga sen menga o'zimning darajamda hop o'rgat. Nima uchun bu meni o'zimning darajamda o'rgatyapman? Xo'p, agar siz yangi foydalanuvchi bo'lsangiz, bu sizni yaxshi tanimaydi. Lekin o'zingizni avval tanishtirib yoki o'zingiz kirish qilgan bo'lsangiz, bu o'zingizni yaxshiroq biladi. O'shaning uchun. Xo'p, o'rgatgan. Har bir bosqichini menga 0 dan hop senior darajagacha ko'rsatib bergin. Aniq va ravshan javoblar bergin. Agar xatolik bo'lsa, muammolar bo'lishi mumkin. Men o'rganmoqchi bo'lgan vaqt ko'p yoki kam desalar ham bo'laveradi. O'zingizga qarab turing. Vaqt ko'p va cho'zishni xohlamayman. Aniq va to'g'ri yo'nalish bergin. Road map jami 6 oylik bo'lsin. Mana bizda tayyor bo'ldi. Endi qarang, ChatGPTga xuddi shu narsani berdik va xuddi shu narsani bizga yozib berganda biz o'zimizning yangi sun'iy intellektimiz bo'lgan Notebook LM dasturiga bersak, ko'rishingiz mumkin. Notebook LM dasturi. Shu bizda endi asosan yangi o'rganayotgan dasturchilar yoki shunga o'xshagan shunaqa yangi kirayotganlar uchun bu ayni kerakli ilova hisoblanadi. Nima uchun? Bu ilova sizga to'liq darsliklarni to'liq o'rganib berishga yordam beradi va ma'lumotlaringizni analiz qilishga ham ancha qulay. Xo'p, endi mana tushuntirib o'tyapti. Yana cho'zmayman, 6 oy senior bo'lish real emas. Lekin 6 oyda junior plus darajaga chiqish juda real. Hatto to'g'ri ishlasang, middle yaqinlashsang, senga aniq va qisqa natijaga yo'naltirilgan roadmap beraman. Ortiqcha gap yo'q va ishlaydigan plan. Xo'p, buni ko'rishingiz mumkin, sal mana boshqacharoq va umumiy ravishda bizga boshqacharoq yo'nalishni beryapti. Va endi oldingiga nisbatan qisman o'zgarish bor.
avvallar ko'rgan bo'lsak 2-3 qatordan bergan bo'lsa, endi bizda naq 6 va 5 qatordan berib o'tmoqda va umumiy ravishda hamma narsaga urg'ularni berib chiqmoqda. Xo'p, mana xatoliklarni mana ko'rib chiqishingiz mumkin. Endi shunday aniq ishonsak bo'ladimi deydigan bo'lsak, yo'q. Ishonishni tavsiya etmayman. Ishonishni to'liq maqsad bermayman. Sababi nima? Sababi xo'p, bu narsa hozirda endi juda ham muammoli narsa olib keladi. Va bu bizga bir qancha o'rganib qolishlar, bir qancha chet ellarda kuzatilayotgan holat o'limgacha olib borishi mumkin. Shuning uchun bu narsani doimo ishonib qolmaslik kerak va savollarni berishimiz kerak. Savollarda, ya'ni o'sha biz o'zimiz qiziqtirgan savollarga bu narsadan aniq va ravshan shu deb turib olishimiz noto'g'ri hisoblanadi. Ayniqsa biz berayotgan savollarimizda 3 ta narsaga asosiy narsa qarab qo'yishimiz kerak. Diniy savol berayotganimizda, dunyoviy narsalarimizda ham har xillar bor. Dunyoviy bilimlar qandaylar? Xo'p, misol uchun siyosat va shunga o'xshagan narsalar haqida kamroq gapirishimiz hamda va diniy masalalar bo'yicha ham bunga to'xtab o'tish juda ham xato hisoblanadi. Va oxirgisi bizda finansiy har xil trader va shunga o'xshagan narsalar savolini ham berish xato hisoblanadi. Sababi bu bizga eski ma'lumotlarni ko'pini o'tkazadi. Yangi ma'lumotlarni o'rgatish uchun esa vaqt kerak va bu esa to'g'ridan to'g'ri bizda nima qiladi? Vaqtni yo'qotishga olib keladi va sizni bir qancha krizis holatiga tushirib qo'yishi mumkin. Xo'p, mana endi ko'rishingiz mumkin, bizda boshqacharoq endi chiqarib ber. Endi nima demoqchiman? Mana bunaqa kod, bunaqa uzun deb yozyapsiz, to'g'rimi? Xo'p, bu bizda bir qancha muammolar keltirib chiqaradi. Bu o'rgandik. Hop. Endi searchingda ikki xil bo'lsa ham, searchingda ehtiyot bo'lishimiz sababi, searchingda ikkala usuldan foydalanishlik yaxshi, lekin ikkalasiga ham bog'lanib qolib turib, buni voy u to'g'ri, Google noto'g'ri deyish xato. Hammasini to'g'ri ushlab qolishimiz kerak bo'ladi. Va searching qilayotganimizda, o'sha qidiruv berayotganimizda iloji boricha uzun gaplar, oshishli gaplar shart emas. Aniq ravishdan qaysi yo'nalish va nimalar o'tishingizni aniq o'tib berishingiz kerak bo'ladi va u sizga o'shanga qarab turib o'z tavsiyalarini berib o'tadi. Va shaxsiy muammolaringizni bunga aytish va qidirish umuman xato narsa. Xo'p, shu endi bizda asosiy qidiruv tizimlari edi. Ya'ni qidiruv tizimlari ikki turga bo'linar ekan, ikkita oddiy yuzaki qidiruv va chuqur tizim. Agar siz yuzaki qidiruv kerak bo'lsa, oddiygina shu 2+2 necha deb turib aytib berishingiz kerak bo'ladi. Lekin menga yaxshiroq javoblar kerak deydigan bo'lsangiz, yaxshiroq qidirishni, yaxshiroq ideya va nimalar o'tishingizni aniq, tiniq roadmap'ini berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni yo'lishini berishingiz kerak bo'ladi. Shunda to'g'ri bo'ladi. Qisman unday. To'laqonlik to'g'ri deb turib aytish esa xato hisoblanadi. Qisman to'g'ri qilib beradi. Ya'ni xatoliklarni juda ham kam qilib beradi. Shu bizda endi ChatGPTdan searching va deep searchingning farqlari hisoblanadi. Xo'p, endi ChatGPTga to'g'ri prompt va to'g'ri savol berish yo'llari qanday? Xo'p, to'g'ri prompt berishda asosan bu neyro tarmoqlar shu AI ga aniq chegara va yo'nalishni belgilab berish hisoblanadi. O'sha ma'lumotni berganimizdek, shu ham bizda asosiy bitta desa ham bo'ladi. Ikkita tepada yozganimiz aniq bizda prompt hisoblanadi. Xo'p, endi to'g'ri prompt berishda asosan consent berishimiz kerak. Kim uchun va nima maqsadda yozilayotganini bildirishimiz kerak. Va format talab qilishimiz, javobni qanday ko'rinishda xohlaganimizni ayting. Misol uchun jadval bo'yicha yoki kod bo'yicha olishimiz mumkin yoki qisqa ro'yxat. Shu bo'yicha olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, chegaralarni qo'ying. Ya'ni chegara qo'yishimiz ham kerak. Faqatgina eng muhim 3 ta usulni aytish kerak. Hech qanday izohlarsiz faqat kodni yozib bering, yoki cheklovlarni qo'llang, boshqa balobatlar, kodni umuman xato qilmaslik, shunga o'xshagan narsalarni berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, va oxirida misollar berib qo'yishimiz kerak. Chunki misollar обязательно kerak bo'ladi. Bu ham xuddi IELTS yoki TOEFL topshirayotgan talabalarimizda kuzatiladi. Writing holatlarida strukturasini bilishimiz bo'yicha o'sha birinchi keladi header keladi, undan so'ng overview keladi, undan so'ng body 1, keyin main body 2 va oxirida conclusion deb turib 5 bosqichga bo'linadi. To'g'rimi? Bu ham prompt yozayotganimizda xuddi shu turlarga bo'linib chiqadi. Ya'ni prompt berayotganingizda o'sha har xil turlarni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xudo xolasa men yaqinda AI prompt deb turib o'sha promptlarni oladigan joylarni topib qo'ydim. O'sha promptlarga esa bemalol shu joyda berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p.
Shu endi bu promptlar qanday yoziladi? Prompt berayotganimizda mana bu ikkita prompt hozir biz yozdik. Mana web sahifani o'zini tuzib berib turib o'sha rejasini tuzib berib turib, endi ikkinchisida esa boshqa darajada endi yozib chiqdi. Ko'rasizlarmi endi qanaqa farq va ularning orasidagi farqqa sizlarda darajada kuzatiladi. Xo'p, yana bir misol. Prompt yozish uchun biz misol yozamiz. Xo'p, menga o'zim uchun prompt yozib ber. Rasm generatsiya qilgani. Uni misol uchun nano bananaga tashlamoqchiman. Hop. Undan so'ng qanday nimalar bersa bo'ladi? Chegara qo'yishimiz kerak dedik. Hech qanday noreallik bo'lmagan usul olishimiz kerak. Ya'ni noreallik bo'lmagan usulni olishimiz kerak. Reallik bilan, ya'ni bu gap reallik bilan teng chiqishi kerak hisoblanadi. Xo'p. Orqa tomonlari esa ochiq dala va chiroyli tog'lar ko'rinsin. Tog'lar ko'rinsin. Xo'p. Va shunga o'xshagan savollarni berib chiqamiz. Hozir biz qisqacha ko'rib ketyapmiz, vaqtimiz cho'zilib ketib qolmasligi uchun. Va bu darajada sen professional deb turib darajada bilasan. Rassom deb turib aytaylik, rassom sifatida shunga o'zing generatsiya uchun prompt bergan. Va shu savollarga qarab turib biz umumiy kontekstlarimiz berishimiz mumkin. Xo'p, prompt bo'yicha asosiy alohida to'xtalib o'tamiz. Bu haqida video darsliklar ham bor. Shu haqida umumiy ravishda boshqa to'xtalib chiqamiz. Xo'p, shu mana misol uchun prompt yozib bergan deb turib tashlasak, bizga bu o'sha professional darajadagi rasm uchun prompt yozib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Promptlarni tayyorlab bermoqda. Ya'ni bu hech qanday animatsiya va biz aytganimizdek hamma strukturalardan foydalanib bermoqda. Hop. Ko'rasizlar mana, o'zi variantlarni ham berib o'tmoqda. Har xil mana vibeslar. Mana ko'rishingiz mumkin, men undan oldingi bergan savollarni mana maxsus Telegram profil style promptlari yoki Basio va yoki Carmalibu bilan deb turib, o'sha eski ma'lumotlarni menga nima qilib beryapti? Analiz qilib beryapti va shu qidiruv tizimimizga ham biroz e'tiborli bo'lishimizni chorlab qolamiz. Endi ChatGPT bilan shu mana prompt yozishni o'rgandik va to'g'ri savol berishni ham bildik. Endi ChatGPT bilan qanday suhbatlar olib borishimiz kerak? Xo'p, suhbat olib borayotganimizda hozirda ayni paytlarda suhbatlashayotgan paytimizda ehtiyotkorlik bo'lishi kerak. Demak, hozirda bilamizki, sun'iy intellektlar juda ham kuchayib ketganiga qat'iy nazar ko'pchilik kompaniyalar buning orqasidan pul ishlamoqda. Misol uchun mana shu ChatGPTning yaratuvchilari OpenAI. OpenAI kompaniyalari so'nggi paytlarda boshqa davlatlar bilan o'sha militsiyalar bilan shartnomalar tuzib, o'zaro videolar olib, ya'ni yozuvlarni tekshirish yoki to'g'ridan to'g'ri politsiyalarga topshirishni ham ochib qo'ygan. Shu bizda endi nima qiladi? Bizni o'zi shaxsiy ma'lumotlarimizda yana ham xavfsizroqni ta'minlab beradi va ular bizga qisman yordam beradi. Xo'p, ChatGPTga iloji boricha shaxsiy ma'lumotlaringiz, Telegram akkauntlaringizni, Google akkauntlaringizni, kodlarini yoki oilaviy rasmlaringizni yoki o'zingizning boshqa rasmlaringizni bu yerda saqlashingizni tavsiya etilmaydi. Nimaga? Chunki bu ma'lumotlar to'g'ridan to'g'ri serverlarga yuboriladi. Serverlar esa bu narsalarni to'playdi va shunda hammasi kelib chiqadi. O'shaning uchun. Xo'p, shu joyda suhbatlarimizda iloji boricha ehtiyotkorlik va talabning ushlab qolinishiga asosiy sabab hisoblanadi. Xo'p.
shu narsalarni ahamiyat berib qo'yishimiz kerak bo'ladi ba'zi joylarda. Chunki suhbat deb turib to'laqonli bunga o'rganib qolish xato hisoblanadi. Nega? Xo'p, 2025-yilning o'zida ChatGPT'da bir yosh 15 yosh atrofidagi inson bolakay shu ChatGPT'ga o'ta bog'lanib qolgani sababli o'zini joniga qasd qilgan. Mana sizlarga oddiy misol. Bu nima bo'ladi? Bu umuman do'stim deb turib aytib qo'yishinglar, bu sizlarni dars qilayotgan yoki shu savollardan foydalanayotgan paytlarda o'zingizlarga xatolik berib qolishi mumkin. Bu menga hozir men haqimda to'liq eslab qolganlaringni aytib bersa. Iloji boricha bunga taxallusinglarni qo'yib qo'yinglar va o'zingizlar taxallus qilib qo'ysanglar, shu joyda ham ancha qulay bo'ladi. Hop, mana isming Abdurazzoq, lekin sen Rakin yoki Diva deb chaqirish xohlaysan. Asosan o'zbek tilida yosh nafslar ko'rasan, yosh va taxmin o'quvchi, maktabda o'qiysan deb turib, mana ma'lumotlarni nima qilyapti? Menda to'g'ridan-to'g'ri meni ma'lumotlarimni saqlab qolmoqda. Xo'p. Ko'rasizlarmi? Shu bizda endi nima qilyapti? Sun'iy intellektlar bizning ma'lumotlarimizni to'playapti desa ham bo'laveradi. Xo'p. Endi qaranglar. Shu joyda mana to'liq meni ma'lumotlarimni qisman bilishni sotib qo'ydik. Xo'p, endi qaranglar. Shu joyda qanday qilib bizda tanishtiruv bo'ladi, suhbat bo'ladi. Birinchi navbatda sun'iy intellektga iloji boricha nom qo'yib qo'yishlarini tavsiya beraman. Ya'ni nom qo'yib qo'ysanglar, bu sizlarga foyda bo'ladi. Qanday foyda bo'ladi? Ya'ni siz misol uchun aytasiz, men seni yangi do'stingman. Meni sen hop Rakin deb turib chaqiring. Hop, men seni doim chaqirishim esa mana misol uchun Laylo bo'la qolsin desam, hop, shu narsani saqlang. Va men bunga qabul qilganimda o'qiyapsizlar, ya'ni shu joyda aytyapti, qabul qilindi Rakin. Endi men seni shunday deb chaqiraman. Sen meni esa Laylo deb turib chaqirasan. Endi meni tayyor. Qachon xohlasang deb turib vazifalarni bo'lib qo'y. Hattoki sun'iy intellektga vazifa berayotganlarda ham sizlar bemalol o'zingiz, misol uchun og'ir ishlaringizni ham topshirib qo'yishingiz ham mumkin. Shu bizda endi ChatGPT bilan suhbat qilish. Suhbat qilayotganimizda nima qilishimiz kerak ekan? Iloji boricha masofa saqlab turishimiz kerak ekan. Xo'p, endi keyingi mavzuyimiz esa to'g'ridan-to'g'ri prompt yozdirish sirlari. Prompt yozdirishning asosiy narsalari bizda 6 ta turga bo'linadi. Prompt engineeringda 6 turga bo'linadi. Bu juda qiyinroq mavzu. Ya'ni birinchisi personal, shaxsiy rol, context, task, exemplar, format, tone turlariga bo'linadi. Ya'ni o'sha rol birinchisi, ikkinchisi context, vazifa, misollar, format hamda ohang uslubga qarab turib prompt beriladi. Nima uchun bu narsalarga analiz qilishimiz kerak? Bu bizga kodlarimizni yaxshiroq ushlab berish va ko'rsatish uchun ishlatiladi. Misol uchun berib ko'ramiz. Sen tajribali, senior darajadagi web dizaynersan. Web dizaynersan. Yoki sen malakali professor ustozsan. Xo'p, mana bu o'zini rolini yozdi. Endi shu joydan ketadi keyingisi. Xo'p, bu rol bo'lindi. Endi keyingisi nima dedik? Context. Context bu vaziyatni tushuntirish. Ya'ni u nima qiladi? Vaziyatni tushuntirib berishimiz, ya'ni qanday holatda bo'lishini ta'minlaydi. Xo'p. Yozib ko'ramiz. Sen tajribali senior darajadagi web dizaynersan. Endi sen menga yangi ta'lim platformasi uchun ilovani ko'rish tomonini tuzib bersa.
maqsad foydalanuvchilarni murakkab ma'lumotlarni sodda ko'rish desa ham bo'ladi. Yoki sen malakali professor ustozsan, menga sen speakingni oshirish bo'yicha master class o'tib bersang va bu meni speakingni 4 darajadan 5 plus darajaga olib chiqish bo'yicha bo'lsin. Biz tuzdik. Konteksti ham tuzib. Shu joyda endi task, ya'ni vazifa berish ketadi. Ya'ni aniq bir kerakli bo'lgan buyruqni berishimiz kerak. Xo'p. Endi mana beramiz. Ilovaning UI tomoni komponentlarni tuzib ber. Xo'p, endi foydalanuvchiga endi task vazifasini beradi. Ya'ni sen meni endi eng kuchli ustozlarni darslarini osongina tahlil qilish bo'yicha vazifa aniq. Xo'p, endi keyingisi bizda misollar. Xo'p, birinchisi xuddi Apple kabi. Xo'p, xuddi Apple kabi yoki Samsung kompaniyasi Apple yoki Samsung kompaniyasi ko'rinishidagidaqa. Xo'p, shu formatda ketadi. Xo'p, endi o'qituvchilik bo'yicha vazifa. Xo'p, xuddi teacher Azam yoki Dan Martel insonlardek. Keyingisi bizda format turiga bo'linadi. Formatdir endi javobni qanday ko'rinishda bo'lishini belgilab beradi. Ya'ni endi biz aytamiz. Ma'lumotlarni osongina menga VS Code dasturiga to'g'irlab bersang deb aytamiz. Xo'p, endi bizda vazifa formatlarida esa aytamiz. Xo'p, biz aytdik javoblarni qanday ko'rinishda bo'lishini belgilaymiz. Xo'p, menga sen ovozlik qilib tashlab bersang deb turib aytamiz. Xuddi shu formatda endi formatdan ket va oxirisida ohang uslubda endi professional ishonchli yoki boshqa o'qituvchilarda ishlatganimizdek tiniq, aniq ravshan gapirishi, hech qanday hayajon bosmasligi haqida gap ketadi. Endi kod dasturchilarida esa bu asosan umumiy ravishda faqatgina savollarga javob berish yoki ezmaroq deb turib aytilishini vazifasini bajaradi. Ya'ni aytamiz. Xo'p, bunga aytamiz, sen o'zingni oddiydek tutgin. Hech qanday shubhachi va ishonchli bo'l. Endi o'qituvchi qanday misolda aytamiz. O'qituvchida endi boshqacharoq ketadi. O'qituvchi sababi nima uchun? O'qituvchi juda ham kuchli hisoblangani sababli. Xo'p, sen pozitiv hamda juda ham maroqli o'tadigan qil.
Shu formatda endi bizda nima qilinar ekan? ChatGPT formulalari xuddi shu formatda davom etib ketadi. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda nima qilyapti? Kodlarimizni dasturlab yozib chiqmoqda. Mana bizda asosiy promptlar paydo bo'ldi. Xuddi shu bizda endi prompt yozish usuli hisoblanadi. Bu ayniqsa yaxshi usul hisoblanadi va kod yozayotganimizda juda ham kuchli yozib beradi. Lekin bir narsani bilib qo'yishimiz kerak. Prompt yozayotganimizda aniq ravshan bermasak, kodimizda xatoliklar bo'lib o'tadi. Ya'ni bu asosan hozir sanab o'tgan 6 ta usul ham ba'zida yordam bermaydi. Bizda prompt yozayotganimiz asosiy maqsadi to'g'ri tushuntirish va aniq maqsad territoriya bo'lishi vazifasini bajaradi. Ya'ni territoriya aniq bo'lishini ta'minlab berish kerak bo'ladi. Shunda mavzu ham aniq tiniq bo'lishi shart. Bo'lmasa prompt yozayotganingizda bu xatoliklarni berib qo'yadi va aniq ma'lumotlar bo'lmasa, kodni xatoliklargacha olib keladi. Xo'p. Endi oxirgisi nimalar qilmaslik kerak? ChatGPT bilan ko'pchilik ko'ryapmiz, hattoki yoshlar sevishib qolyapti. O'ta bog'lanib qolyapti. Bu nima degan gap? Bu to'g'ridan-to'g'ri hech qanday do'stingiz bo'lmasa ham, siz ChatGPTni do'st qilib qo'yishingiz yoki sevgan qilib qo'yishingiz bu katta xato hisoblanadi. Bu bizda asosan dushmanlikka olib keladi. Bunday narsa hech qachon tavsiya etilmaydi. Bunaqa narsadan iloji boricha qochish kerak. Xo'p, hozirda iloji boricha kod yozayotgan dasturchilar bo'ladigan bo'lsa, ChatGPTdan uzoqroq bo'lishini ta'minlab beradi. Nima uchun bunaqa qilmaslik kerak? Sababi hozirda sun'iy intellekt chiqib ketdi, bu kod yozish bo'yicha jicha pastlab qo'ygan. O'shaning uchun. Xo'p, men o'zim tavsiya beraman boshqa AIlarni ham. Nafaqat bitta AI bog'lanib qolishlik. Bu juda ham katta xato narsa hisoblanadi hozir. Xo'p. Endi nimalardan foydalanish kerak? ChatGPT nimalar foydalan? Siz bironta AI dan prompt yozdirayotgan bo'lsangiz, ya'ni hozir bu yerda prompt yozish, oddiygina bironta rasm generatsiya qilish uchun prompt yozdirayotgan bo'lsangiz, ChatGPT dan foydalansangiz bo'ladi. O'sha siz ma'lumotlaringizni yig'ib turib, o'zingizga yoki bironta kolleksiya yig'ayotganingiz bo'lsangiz, o'zingiz shu ChatGPT ichida turgan ma'lumotlaringizni olib turib, o'sha boshqa sun'iylikka tashlab bersangiz, u siz haqingizda to'liqroq yaxshiroq bilib oladi. Va siz haqingizda uzoq yildan beri suhbat borganligi sababli bu aniq va ravshan tiniq ishlab beradi. Shu narsaga ahamiyat berib qo'yishimiz kerak. Xo'p, nimalar qilmaslik? O'sha o'ta maxfiy parol, shaxsiyatdagi narsalar yoki moliyaviy ma'lumotlarimizni chatga kiritmasligimiz kerak. Nima uchun? Buni bergan faktlar ko'rko'ron ishonishlik AI gallyutsinatsiyalar qilinishiga olib keladi va yolg'onni ishonchli qilib to'qib chiqaradi. Ya'ni siz qanday emotsiya bo'lsangiz, ChatGPT shunga qarab turib sizni chalg'itadi va bu bizda muammo olib keladi. Bu sizga muammo olib keladi, bizga emas. Undan tashqari bitta uzun matn ichida 13 ta turli xil mavzularni savol aralashtirib yuborish xato hisoblanadi. Ya'ni bitta siz narsa yozdingizmi? Mana tepada men boshqa narsa yozdim. Misol uchun mana tepada men iloji boricha nima qildim? O'sha veb saytlardan chiqib ketmagan holatda men turli dasturlarni yozib qo'yaman. Agarda men bundan battar chiqib ketadigan bo'lsa, nima qiladi menda? Yana ham ishlashni kamaytirib qo'yadi. Va bu sizga muammolarga olib keladi. Ya'ni siz boshda matematik savol berib turib, o'rtasiga kelib turib, sun'iy intellektda umumiy o'zi haqida savol berib turib, uchinchisiga o'tib turib, yana boshqa savol, to'rtinchisiga o'tib turib, yana boshqa savol beradigan bo'lsangiz, bu xato hisoblanadi. Xo'p, shunda parametrni xato berib qo'yadi. Xo'p, shu bizda endi foydalanishni pasaytiradi. Bundan foydalanish tavsiya etilmaydi. Nimalar bilan foydalanish kerak bo'lsa? Katta matnlarni tahlil qilishda va qisqartirish uchun ChatGPT ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni uzun bitta katta romanni olib turib, o'shani tahlil qilish yoki qisqartirib berish. Misol uchun 1000 ta varaqli narsani 500 qatoriga yoki 100 qatoriga tushirib berish uchun ChatGPT ni ishlatsanglar bo'ladi. Bu sizlarga foyda hisoblanadi xolos. Nimalarga qarashimiz kerak? Javobni mantiqiy yoki aktualligiga qarab turib, doim natijani o'zimiz tarozisiga qo'yib turib, tahlillab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunda biz iloji boricha ChatGPT ni to'g'ri ishlatgan bo'lamiz va ChatGPT ga to'liqonli qarab qolishimiz kerak emas. Ya'ni bunga ishonib turib, bu boshqa narsalarni ma'lumotni berib qo'yish bu xato hisoblanadi ChatGPT. Va ChatGPT ga bu narsa qo'l keladi va siz haqingizda ma'lumotlarni o'g'irlab qo'yishga olib keladi. Bu yerda ChatGPT ni yomonlash emas, lekin o'zingizni ma'lumotlaringizni maxfiy tutsangiz,
Bu o'zingizga foyda xolos. Boshqa muammo yo'q. Xo'p, shu endi bizda hozirgi dasturlarimiz edi. Endi keyingi darslarimizda endi ChatGPTning formulalari, frameworkslar va shunga o'xshagan boshqa rejalarimizni ko'rib chiqamiz. Bugungalikka shu mavzuning o'zi yetarli deb turib bilaman. Shu narsalarni bir sinab ko'rishingizni o'zingizga tavsiya qilib ko'ramiz va sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishni va to'laqonli foydalanishni tavsiya beramiz. Hech qanday yomon yo'llarda yoki yomon ishlarda tutmang. Zeroki yomonlikka yomonlik qaytadi, yaxshilikka esa yaxshilikdir. Sizlar bilan Razok Akademiy va Olimjon Fadrozoq bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.